UEFA Chempionlar Ligasi nimchorak finalining dastlabki uchrashuvida Josep Guardiola boshqaruvidagi Manchester City safarda Real Madridga qarshi maydonga tushib, 0-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Natija og'ir, lekin bu bahs biz uchun alohida e'tiborli bo'ldi. Hamyurtimiz Abduqodir Husonov o'yinni asosiy tarkibda boshlab, to'liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi. Madriddagi bunday katta bosimli to'qnashuvda himoyachi uchun har bir mayda detal muhim. To'p bilan ishlash, pasdagi xatosizlik, pozitsiya tanlash, tozalashlar va pas yo'llarini yopish. Husonov ham aynan shunday ko'rinmas, lekin og'ir vazifalarni bajardi. Uning statistikasi ham buni ko'rsatib turibdi. U ko'proq to'p bilan bo'lgan, paslarda deyarli xato qilmagan va himoyada bir necha muhim epizodlarda jamoasiga yordam bergan. Quyida Abduqodir Husonovning ushbu o'yinda qayd etgan ko'rsatkichlari. Umumiy ko'rsatkichlar. Maydondagi vaqt 90 daqiqa. Aniq paslar 86/91-95%. Yaratilgan imkoniyatlar 0. Zarbalar 0. Hujumdagi harakatlar, teginishlar 105 ta. 3-chi zonaga paslar 13 ta. Aniq uzoq paslar 0/1 0%. To'pni yo'qotish 2. Himoyadagi ish. To'pni olib qo'yish, tackle 1. Tozalashlar, clearances 4. Pasni kesish 4. To'pni qayta qo'lga kiritish 1. Duellar, yerdagi duellar 2/5 40%. Havodagi duellar 0/0. Unga nisbatan qoida buzilgan 1. Follar qilgan 0. Ko'rsatkichlardan kelib chiqsa, Husonov bugun asosan to'pni xavfsiz chiqarish va pas yo'lini o'qishda foydali bo'lgan. 105 ta teginish va 95%lik aniq pas bu himoyachi uchun juda baland daraja, ayniqsa Bernabeuda. Tozalashlar va pas kesishlar ham uning himoyada o'yinni o'qishga harakat qilganini anglatadi. Albatta, 0-3 hisobidagi mag'lubiyatdan keyin har qanday himoyachiga savol ko'p bo'ladi. Ammo bu kabi kechalar futbolchini katta o'yinlarga tayyorlaydi. Bosim, sur'at, xatoning qimmati hammasi real vaqtda o'qitadi. Endi javob uchrashuvida Cityga ham, Husonovga ham yana bir katta imtihon kutib turibdi. Kamchiliklarni tuzatish va o'yinni boshqacha ssenariyga burish.